Yaqında Angliya siyosiy sohasini eng hayron qoldirgan hodisalarning biri Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning raisi Erkin Tunyazning Angliyaga ziyoratga keladiganligi haqidagi xabarlar bo'lmoqda. Shuningdek, uning boshqa bir qism Yevropa davlatlarida ziyoratda bo'lishi oshkorlangan. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligida bevosita qo'li bo'lgan Erkin Tunyazning Angliya va Belgiya ziyorati ayblanish bilan birga uning sudga tortilishi kerakligi o'ttirg'a qo'yildi. İlginççe, Dünya Uyghur Qurultayı'nın rəhbərligida səfərvərlik yığını açqan Uyghur Ammavi Təşkilat vəkilləri Türkiye'nin Kahramanmaraş'ını mərkəz qılğan yer dəvrəşinin təsirigə uçurğan rayonlarga təxminən 1 milyon Türk lirası iyanə toplagan. Şunun bilan birga o'xshamagan shaharlarga 300 ga yaqin Uyg'ur fidoyi avatilgan. Yana bir tarafdan Amerikada yashaydigan Uyg'ur korxonachi Quzat Altay Turkiyada yuz bergan yer davrashdan keyin o'zining shirkati Kiyevdagi vakolatdan 100 ming dollar iyona qildiganligini, shuning bilan birga iyona to'plash faoliyati boshlaganligini e'lon qilgan edi. Turkiyadagi saxovatchi naqshchi Haluk Levant ijtimoiy taratquv hisobida Quzat Altayning shirkatiga vakolatan va faoliyat natijasida to'plangan jami 256.800 dollarni Ahbab jamiyatiga avatganligini bildirdi. Xitoyga tava deb qaralgan iqtidorli havo shari Amerika cho'nqurg'uligidan uchib o'tgandan keyin Amerika 6 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika Savdo Ministerligining bayonotida 6 shirkatning Amerikaning davlat bexatarligi va tashqi siyosat manfaatiga zid harakat qilganligi bildirildi. Bayonotda Beijing Nanchang olam qatnashi texnikasi, Xitoy elektron texnika guruhi, 48-tadqiqot instituti, Dongguan Lincoln yiroqdan sezish texnikasi, Burkut Osiyo fan texnika guruhi, Guangzhou Tianhaishan Osiyo texnikasi va Shanxi Burkut olam qatnashi fan texnika shirkatining qora tizimlikka kirgizilganligi bildirildi. Amerika va Xitoyni o'z ichiga olgan 50 necha davlat qatnashgan Aman 2023 nomli davlat halqagan dengiz armiyasi manevri Arab dengizida boshlandi. İlginççe 2007 yıldan bu yan her 2 yılda Pakistan tarafından uyuşturulgan ve Amerika, Xitoy ve Türkiye qatarlıq 50 necha davlatning dengiz armiyasi qismlari qatnashgan manevrning 5 kun davomlashishi mo'ljallanmoqda. Amerika Davlat İşler katibi Antony Blinken, Bashar Asad hokimiyatini Turkiyadagi yer davrashining ta'siriga uchirgan Suriyaliklarga xalqaro yordam berish uchun chegara eg'izi ichishga chaqirdi. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida asrlik ofat deb tasvirlangan Kahramanmaraşni markaz qilgan yer davrashining Turkiya va Suriyaga ko'rsatadigan ta'siri muzokara qilindi. Türkiye'nin Kahramanmaraş'ını merkez qilgan 10 şehirde 2. ayının 6. günü arka-arkadan yüz bergen eğri yer davrashdan keyin boshlangan qutqizish va yordam berish ishlariga Türkiye'deki Uyg'urlar aktiv qatnashmoqda. Uyg'urlar afat rayonida polo etib tarqitib, afat kuchirgan kishilarga illiqlik ko'rsatmoqda. İlim Eşref Vakfı, Uyghur İlim ve Ma'rifat Vakfı, Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi, Uyghur Haq izlash ve Adalet Cemiyeti qatorliq tashkilotlar bir guruh tashkillanib, jami 32 kishi Xitoyda yordam faoliyatlariga qatnashmoqda.